Yumorlari. Moji yumorlari. Soğuk gelmesi var da şavar şunu. Ada şaka. Mahmet'in uzun bol izleyiciler de Ay aka. Ha? Mana snatch bol. Bu un kölka. Adaş, bu yılki biz kinoda gördüğün erle tamak çıkıdan qoğuz çoğu. Bunu nima qilsa? Adaş qoğuzlar şu yaqında ma Ekberning tug'ilgan kuni keligina, tug'ilgan kuniga ertakdan toza qo'shib ketgan bo'ldi. Ukan. Ha? Mavo, g'anz emas. Bu degan shumak. O'g'lingizni bo'shib bilganda bor-ku. Tasangiz qatida. Voy aka nimada o'g'lingiz deb yurasiz? Men dek to'y qilmasam, men gapingizni faqat tushunamadim juma hozir. Siz Ekber dedingizga o'g'lingizda? Voy o Ekber degan mening o'g'lim emas, yurayotgan yigitim u. Nimanda gaplarni qilsiz odamni bir xil qilib. Anda bo'lsa, men bu maqdek bu. Voy zada nima ish qilib bo'lmaydi, bu zada nim qildigan narsa? Ukan, mavo. Buni nimda tushundisan bular? Bu elqi uşaq balla, buaq balla var-ku. Buaq uğal ballını elqi büşkü bileymiz-ku. Büşkü bilgende elqi köpük mındaq köpük chiqirib qo'ymisan debchi. Mındaq damda siydigan ishlatadigan narsa bor. Voy endi siydigan deb yuradi adash. Adash bu odamning qalisi toz joydan bizga juda chikdaylik bo'ldi. Voy. Men to'g'ri gap qildim.